Assalomu alaykum traderlar, hurmatli yaxshimisizlar? Siz bilan Alimardon Qodirov va biz keyingi hafta kelayotgan haftani boshlangan haftani do'stlar tahlilini boshlaymiz va biz dollar indeksidan boshlaydigan bo'lsak, umumiy yo'nalishimiz qay holatdaligini hozir ko'ramiz. Ya'ni umumiy yo'nalishimiz hozir uzoq muddatlik ayiq tendensiyasiga o'rta va qisqa muddat buqaga aylanganligini ko'rmoqdamiz va aynan oxirgi haftada biz shakllangan minimum, ya'ni 24-yildagi kuchli minimumga narx reaksiya berib oxirgi ikkita maksimumni hosil qilib berganligini ko'ramiz. Ya'ni mana bu nuqtamizda birinchi maksimum, mana bu ikki, mana bu esa uchinchi maksimumimiz hosil qilib berdi va uchta maksimumimiz ham bir-birini nima desa bo'ladi, yengilamadi va biz büyük ihtimol bilan qayta ancha vaqtdan bir tez qilib kelayotgan zonamizni, aynan darajamizga qayta nima qilishini ko'rishimiz mumkin, kelib test qilishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu degani qisqa va o'rta muddat dollar indeksi yana arzonlashishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni shunaqa hafta o'rtasigacha shunaqa harakatni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va ko'p investorlar dollar indeksini qulashini va undan tashqari o'sha foiz stavkalarini yana tushirilishini kutishmoqda. O'shaning evaziga hozir ham dollar indeksini grafik holati shunaqa bizga ssenariyni berib turyapti. Endi keyingi instrumentimizga qaraydigan bo'lsak, funt dollar juftligi. Bu esa o'rta va uzoq muddatli buqa yo'nalishiga qisqa va o'rta muddatli ayiq yo'nalishiga aylanganligini ko'ramiz va oxirgi harakatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, narx aynan deyarli kanal bo'ylab harakatlanganligini ko'rmoqdamiz hozir va aynan muhim zonalarga reaksiya berganligini ham ko'ramiz. Ya'ni mana bu zona ya'ni 1.3260 ga reaksiya bergan, ammo uni yorib o'tmagach, yuqorida shakllangan trend zonamizni yuqori qismiga o'tib oldi va biz yana qayta retestdan so'ng aynan funt dollarda nisbatan yuqoridagi zonalarga 1.33, 1.3800 va 1.34 gacha narx yuqorilashishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi holatdan kelib chiqqan holatda bizda shunaqa holat ekan. Demak, dal tushiramiz. Keyingi instrumentimiz euro dollar do'stlar. Euro dollar instrumentini ko'radigan bo'lsak, adashmasam funt dollar bilan deyarli bir xil holatda bo'lishi mumkin. Albatta do'stlar, hozir euro dollar grafikini ham qaraydigan bo'lsak, umumiy ko'rinishimiz qanaqa holatda ekan? O'rta va uzoq muddatli buqa yo'nalishida shakllangan o'rta muddatli trend zonamizdan yorib o'tgan, ammo yorib o'tgach qisqa muddatlik mana bu qisqa muddatlik trend zonamizni ko'rishimiz mumkin. Shakllangan zonasi pastga yorib o'tmadi. Yorib o'tganda biz yana pastki qatlamlarga narx harakatini kuzatishimiz mumkin edi, ammo aynan mana bu trendni yorgan taqdirda ham mana bu trend zonamizni biz yorib o'tmadik. Shuning uchun ham biz aynan yuqorida shakllangan mana bu trend zonaga yaqinlashdik va uni ham 4 soatlikdan ko'ramiz. Hozir yorib o'tmoqdamiz, yorib o'tish jarayoni do'stlar. Aynan mana bu trend zonamizni biz yorib o'tdik va retestdan so'ng yana biz euro dollari qisqa va o'rta muddat buqa tendensiyaga tushib olishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, hozircha shunaqa holatni ko'rishimiz mumkin. Alternativasi qachonki narx trend zonani pastga yorib o'tib, retest qilib aynan 1.15 ni yorib o'tgach sellga aylanishi mumkin. Sell haqida o'ylashimiz mumkin. Ungacha biz sell haqida o'ylamaymiz. Xo'p, dal tushiramiz. Keyingi instrumentimiz dollar yena. Dollar yena instrumenti. Dollar yenada biroz fundamental sabablar ham o'z roliga ega do'stlar. Biz hozir holatni ko'rib chiqadigan bo'lsak, o'zi 1-2 kundan keyin aniq nima bo'lishi mumkinligini ko'rishimiz mumkin do'stlar. Ya'ni dollar yana juftligi iyun oyini boshidan beri buqa tendensiyada aylanib keldi va u buqa tendensiyasining yakuni bo'lishi mumkin. Hozirgi harakatlarimiz va mana bu shakllangan trend zonamizdan narx oxirgi harakatlar yorib o'tgan, retest shakllanib berdi qayta. Keyinchalik u juda tezlik bilan harakatda juda kuchli impuls bilan yuqoriga harakatlandi va biz 158 narxini ko'rdik.
aynan 158 ni yorib o'tmadik. Birinchi maksimum hosil qilib berdik. Keyin yana ikkinchi maksimumimizdan hosil qilib berdik. Uchinchi maksimumimiz va to'rtinchi maksimumimiz shakllanyapti va bu biz qayta mana bu treningni zonamizni yana qayta test qilishni bo'lishi mumkinki, qayta uni ham yorib o'tib, yana pastga yo'l ochilishini ko'rishimiz mumkin. Sababi esa oxirgi dollar yena nisbatan oshib ketganligi, umumiy ma'noda Yapon yenasi zaiflashganligi, Yaponiya moliya bozori umuman olganda iqtisodiy rasmiylarni bildirayotgan munosabatlari ko'pincha aynan Yaponiyani qadrini ushlash uchun, qayta tiklash uchun foiz stavkalarini oshirish niyatligi bor. Undan tashqari intervensiya ham qolishi mumkin bo'ladi do'stlar. O'shaning evaziga qisqa va juda qisqa muddatda dollar yana juda tezlik bilan pastlab ketishi ham mumkin do'stlar. Hozircha biz dollar yana parasi mana bu trend zonaga yaqinlashishini ko'rishimiz mumkin va uni aynan 155 narxini yorib o'tgach, juda tezlik bilan mana bu kanalni shakllangan mana bu kanalni pastki qismigacha juda tezlik bilan pastlashib ketishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hozircha shunaqa. Demak, bizda intervensiya ham bo'lishi mumkin. Demak, keyingi instrumentimiz tilla. Xo'p. Goldda qanaqa harakatligini ko'ramiz hozir. Umumiy tendensiya bilamizki, buqa tendensiyada juda strong buqada va narx ko'rishimiz mumkinki, oxirgi 2-3 oylikda hosil bo'ldi maksimum bizda 43.73 da va ana shu maksimumni bir necha oy yorib o'tmadi va biz qaytib yana shu globalniy all time high dagi maksimumga qayta yaqinlashmoqdamiz. Va ko'rishimiz mumkinki, aynan shu mana bu trend zonani narx yorib o'tib qaytib retest qilgandan keyin mana bu pastki xatdan shakllangan trend zonani ko'rmadik, unga reaksiya berganligini ko'rmadik do'stlar. O'shaning uchun bir nechta minimumlardan keyin qaytib yana yuqoridagi mana bu zonada shakllangan trend zonaga qaytib yuqorilashini ko'rishimiz mumkin. Demak, ключевой narxlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, narx aynan 4252 da savdo qilayotgan ekan. Biroz juda qisqa mini atkat qilib berib, uni yorib o'tish ehtimoli yuqori va juda tezlik bilan 4373 gacha ham kelib qolishi mumkin. Ya'ni biroz pastlashi mumkin va pastlagan sari sotib olsak bo'ladi. Mana bu 4252 ni yorib o'tadigan bo'lsa, dalshi biz 4370 va yuqorilarini ko'rishimiz mumkin. Qachon biz sel haqida o'ylashimiz mumkin? Qachonki 4138 darajasini, ya'ni mana bu maksimum va mana bu maksimum minimumlarimiz shakllangan narx yorib o'tadigan bo'lsa, yana biz sel haqida o'ylashimiz mumkin. Ungacha biz qulagan sari sotib olishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p. Tak. Demak, keyingi instrumentimiz S&P 500. S&P 500 bo'yicha qanaqa holatdaligini e'tibor qaratamiz va biz aynan kutilgan oldingi videolarimda tahlil qilgan zonamizdan narx pastlagan trend zonani yorib o'tgach qayta retest qilyapti do'stlar va aynan ключевой zonaga kelyapti. Aynan trend zonani yorib o'tgandan keyin retestovoy zonada va narx aynan hozirgi narxlarimizni 4 soatlikda maksimum hosil qilib bersa, juda keskin pastga qulashimizni kutishimiz mumkin aynan. Yoki uni yorib o'tadigan bo'lsa, qayta retest qilib mana bu zona lozunga aylanib, ya'ni aldamchi buzishga aylanib, yana dalshi buqa yo'nalishini davom ettirishi mumkin bo'ladi. Ya'ni S&P 500 da hozircha biz 50 ga 50 holatda ekanmiz. Mana bu trend zonamizni test qilamiz. Proboy bor, retest bor. Retestni jarayoni, ya'ni yakuni, davomini biz qanaqa yakunlanishini ko'rishimiz kerak. Maksimum hosil qilib bersa sell, yorib o'tadigan bo'lsa dalshi mana bu trendda va uni ham yorib o'tish ehtimoli bor do'stlar. Shunaqa. Boshlangan hafta hammaga do'stlar daromadli bo'lsin. Xudo xolasa, men imkon qadar o'zimni kun ichidagi strategiyamdan aniq stop va teklar bilan signal va ideyalar berib boraman do'stlar. Yana bir narsa do'stlar, yaqinda aynan o'sha Base depozitniy XM brokerda bonus aynan taqdim etilishi kutilmoqda do'stlar. Buni men birinchilardan sizlarga taqdim qilmoqchiman do'stlar. Kim aynan yangi
XM'da hali ro'yxatga o'tmagan bo'lsa do'stlar, $30 bonus yaqinda ochilish ehtimoli bor. Uni yangiliklarini ham kuzatib boring do'stlar. Undan tashqari kun ichidagi savdo strategiyamdan men ideyalar berib boraman, uni ham kuzating va men bilan birga savdo qilib daromad qiling do'stlar. Hammaga xayrli hafta va ko'rishguncha deb qolaman.